2026 Chery Tiggo 8 suv juda ko'p kutilgan model bo'lib, u o'rtacha kattalikdagi suv bozorida o'zining muvozanatli xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu avtomobil tashqi ko'rinishi nafis chiziqlar, keng radiator panjarasi va zamonaviy yoritish elementlari orqali jozibali ko'rinadi hamda yo'l bo'yida ishonch bilan harakatlanadi. Tiggo 8 ichki makonga ham e'tibor qaratilgan bo'lib, u katta salon, qulay o'rindiqlar va sifatli materiallar bilan jihozlangan bo'lib, oilaviy sayohatlar uchun juda mosdir. Salondagi joy yo'lovchilar uchun yetarli bo'lib, bosh va oyoq uchun keng boshliq taklif etadi. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth, Apple CarPlay hamda Android Auto kabi funksiyalar mavjud bo'lib, bu sizning sevimli musiqa va ilovalaringizni oson qo'llash imkonini beradi. Konditsioner salon ichidagi haroratni tez va samarali boshqaradi va yo'lovchilarga qulay muhit yaratadi. Chery Tiggo 8 ning dvigateli kuchli, lekin yoqilg'i sarfi jihatidan tejamkor ishlaydi. Bu esa shahar ichida ham ochiq yo'llarda ham silliq va barqaror harakatni ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi yo'l sharoitiga tez moslashadi va tezlikni oson boshqarish imkonini beradi. Barcha gildirak boshqaruvi tizimi mavjud bo'lib, turli yo'l sharoitlarida, ayniqsa yomg'irli yoki notekis yo'llarda ishonchli yopishishni ta'minlaydi. Suspensiya tizimi yo'l notekisliklarini yaxshilab yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'lovchilarga yoqimli safar tajribasini beradi. Xavfsizlik jihatidan Tiggo 8 zamonaviy ABS barqarorlik nazorati old va yon havo yostiqlari bilan jihozlangan bo'lib, bu yo'l harakatida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Orqa kamera va parkovka datchiklari tor joylarda to'xtashni osonlashtiradi va haydovchiga qo'shimcha yordam beradi. Avtomobilning mustahkam karosseriya tuzilishi haydovchi va yo'lovchilarni xavfsizlik bilan himoya qiladi. Shuningdek, tovush izolyatsiya qilish darajasi yuqori bo'lib, salon ichida jimlikni saqlaydi va yo'l bo'ylab farovonlikni oshiradi. Bagaj bo'limi juda katta bo'lib, u kundalik xaridlar, dam olish inventarlari yoki sayohat yuklarini osongina sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk hajmini yanada oshirish mumkin, bu esa uni amaliy jihatdan yanada foydali qiladi. Videoni tomosha qilayotganda barcha imkoniyatlarni diqqat bilan ko'ring va avtomobilning afzalliklarini yaxshilab tushuning. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida eng so'nggi yangiliklar va batafsil sharhlar kutmoqda. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni yozing. Sizning fikringiz muhim, biz har doim siz bilan bo'lamiz. Rahmat tomoshabinlar, sizga va farovon yo'llar tilaymiz.